qish mavsumi uchun eng zo'r, arzon, ham ekonom, ham sifatli arzon joydan keladiganlarga qaranglar. Men sizlarga eng arzon joyini taklif qilaman. Mana shu pechkamiz hozir zakotovka holatda, agar optim olaman degan gap yoki bo'lmasa svarka ishlatishni biladigan akalarimizga qadrdonlar, mana shuni olasiz, uyingizga borib bitta tiklab olsangiz bo'ladi. 440 ming so'mga mana shu zakotovka holatda. Shuni agar tiklaydigan bo'lsangiz, mana shu holatga keladi. Eng asosiysi, ichida 10 ta elektrodni ham mana shu komplektni ichida bo'lar ekan. Qadrdonlar, bugun biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Samandar aka kelganmiz. Ishlab chiqaradigan, ya'ni sexiga, zavod desak ham bo'laveradi. Optim joydan, arzon joydan video qiladiganlarga narxlarini eshitib maza qilasiz. Haqiqatda akalarimiz arzon va sifatli ishlarni chiqaryapti. Hozir ustakamiz bilan birgalikda ma'lumotni beramiz. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom aka, kelinglar. Rahmat. O'zingiz yaxshimi aka? Charchamang. Rahmat. Xalq xizmatida inshaalloh. Qish mavsumi uchun, misol uchun farzandlar ota-onam sovqatmasin deb yoki bo'lmasa, haligi nima deydi, ko'mirni hididan, o'tinni hididan zaharlamasin degan maqsadda xalqqa kerakli va sifatli tortimiz zo'r pechkalarda akalarimiz chiqaryapti. Xudo xohlasa, bir boshdan ma'lumotini beramiz. Hozir bu joyda kraskalangan variant ekan aka. Ha, xudo xohlasa shunaqangi. Bu ko'pchilikdan kommentariyada savol bo'lyapti aka. Misol uchun uyga yoqqanimizda bu kraskasi o'zidan hid chiqarmaydimi, kuyib ketmaydimi deyishyapti-da. Yo'q, bu kraskalari hammasi sinovdan o'tkazganmiz. Aynan buni kraska yoqib, hammasini ispitaniya qilib o'tkazdik. Xudo xohlasa unaqangi hidi ham chiqmaydi, bundan tutamaydi ham. Xudo xohlasa juda ham yaxshi. O'sha issiqlikka chidaydi. Ha, albatta. U aynan bu sepayotgan kraskalarimiz o'sha 1200 gradusgacha deb o'zi tasavvur topgan zavodga. Endi bu aynan bu pechkalarimiz gradusi unga yetib ham bormaydi o'zi aslida. Lekin hozirgi sepayotgan kraskalarimiz juda ham sifatli, xudo xolasa. Juda ham zo'r. Xo'p, razmeridan boshlaymiz. Birinchi mana bu joyga pechkamiz yoqib qo'yganmiz. Endi odat bo'lib qolgan doimiy videolarda yoqib ko'rsatish. Mana ko'ryapsizlar, qadrdonlar, misol uchun o'tin. Katta-katta mana shunday o'tinlar, ko'mirlar, misol uchun tezak bo'lsa, tezak ham tashlasa yonaveradi. To'g'rimi? Yoqilg'i tanlamaydi, xudo xolasa. Bu o'zi aslida ekonomligi ham ko'p joyda mana reklamasini ko'ryapti hamma. O'zi aslida eng odamlarga qulay bo'lib, ham ekonom bo'lib, hamma tomonlama juda ham optimal variantda ishlab chiqarilgani uchun ko'p talabgir bo'lib qoldi hozirgi kunda. Juda ham yaxshi holatda. Endi bu men pastdagisini aytib o'tsak, mana kuldonlari, hamma narsasi bor. Bu legirovka qilishaveradi. Masalan, qancha rasxod qilishi mana shu joydan bo'ladi. Masalan, ozroq ochib qo'ysa yoki ko'proq ochib qo'ysa, shunga qarab turib rasxodi oz kam bo'lib o'zgarib boraveradi buniki. Agar issiqlik kerak bo'ladigan bo'lsa, ochib qo'ysa, o'tni kuchli yoqadi. Kuchli yoqadi. Uy isiydi. Uyda isigandan keyin agar yopib qo'yadigan bo'lsa, uyda mo'tadil ushlab turaveradi. Ichidagi masallig'i ham sekin yonadi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Shunda ekonom bo'ladi. Albatta. Yo'q, juda ham zo'r. Hozir razmeriga keladigan bo'lsak, necha bu razmeri? Mana uzunligi, eni. Aynan shularning razmeri, masalan, yonadigan joylarining razmeri 25 ga 25 lik holatda. Listlariga 208 dan foydalanganmiz. Bularda bo'lsa 2 lik listdan foydalanganmiz. O't yonadigan joyi 208. 208 dan. Xo'p, razmeri necha bo'ladi? Uzunligi necha pechkani o'zini? Aynan pechkani uzunligi 65. Eniga? Eniga 45. Balandligi necha? Balandligi 78. 78. Juda ko'pchilikka shunaqa razmeri ham qiziq ekan-da, shuning uchun razmerni ham so'rab o'tyapman. Juda ko'p insonlarga razmeri ham qiziq ekan. Shunaqa. Tushunarli. Endi misol uchun ko'pchilik orqasiga polka qilib qo'yapti. Mana bu yerda bor ekan, operator bitta ko'rsatib qo'ying. Mana shunaqangi polkali bo'lsa, bunga narx qo'shilib qolmaydimi aka? Yo'q. Bu narx qo'shilmaydi. Narx qo'shilmaydi. Hammasiga masalan bundan keyin ishlab chiqaradiganlarimizga hammasiga qo'yib beraveramiz. Aynan endi bizga hozirgi holatda shu holatda tayyor bo'lgan. Kim qanaqa talab qiladigan bo'lsa qilib beraveramiz. Qilib beraveradi. Xohlasa abdastda qo'ysa, taom qo'yib qo'ysa, iliq holda turadi, to'g'rimi? Juda ham zo'r. Endi aka qarang, buni hozirgi kunda mana bu kraskalanmagan varianti necha pul, kraskalangani necha pul? Xo'p, bularimizda kraskasiz variantini aynan shu holatdagisini, mana polkali variantini bonus qilamiz dedik. Shu holatdagisini 750 ming so'mdan qilib beramiz, xudo xolasa. 750 mingdan. Qadrdonlar, qaranglar, katta variantda, bitta takrorlayman o'zim. 25 ga 25 razmerda katta variantda o't yonadigan joyi 208, mana bu tepasi va pasti 2 lik listda. Yangi rossiyskiy listlar bular. Garantiyali, xudo xohlasa zo'r. 750 ming so'm. 750 ming so'm. Endi mana bu kraskalangan varianti? Kraskalangan
variantini kraskalisini 800 ming so'mdan qilib beramiz. Aha, 800 ming so'mdan kraskalangan. Agar shunga xohlasangiz polkali qilib beringlar desalar, yana o'sha qilib berishaverar ekan. Pul qo'shilib qolmas ekan. 750 dedimi 750, 800 dedimi 800. Unga mehnatiga olmas ekan, xalqimiz maza qilsin, xalqqa nima oz bo'lsa ham yordamimiz deyap. Lekin o'zi boshqa pechkalarga qaraganda narxi arzon qilib qo'ygan. Lekin sifat zo'r, qalinliklar o'sha, hamma qatori Xudo xohlasa. Misol uchun dastavkalar qanaqa bo'ladi aka? Masalan, vodiy bo'yicha oladigan bo'lsa, 15 tadan oshiq olgan odamga biz tekinga dastavka qilib beramiz. Vodiyga. Vodiy bo'ylab. Agar vohaga oladigan bo'lsa, 50 tadan oshiq olaman deydiganlar uchun bo'lsa, dastavkasini bepul qilib beramiz, xudo xolasa. Endi pul bir dona olaman deganlarga dastavka xizmatini bersa, yetkazib berilaveradi. Albatta shunaqa qilamiz. Dastavka xizmatini berishsa, bir dona, ikki donaga biz o'zimiz gaplashib, jo'natib yuboramiz, xudo xolasa. Tushunarli. Agar optim olaman, olib borib foydalanishga, tirikchilikka sotaman deganlar uchun ham, xo'p, aka, aytilgan narxdan kami bormi optimchilarga? Misol bitta olganda 100 ta, 200 ta oladiganlar bo'ladi. Ular uchun ozgina tushib beramiz, xudo xolasa. O'zi aslidagi hozirgi narximiz nisbatan xalqqa manfaatliroq bo'lsin deb arzon narx qo'ydik o'zi aslida. Sotib olib foydalanamiz deydiganlar uchun ko'p emas, ozroq tushib beramiz inshaalloh. O'zi shundoq ham arzon sotilyapti. Shundoq ham arzon o'zi. To'g'ri. Shundoq ham arzon qilib beryapti. Endi zakatovkasiga keladigan bo'lsak, hozir zakatovkasi 440 ming chiqardik-a? Aynan shuni 440 mingdan xudo xolasa usta akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, qaysi bir xonadonda yoki qo'lidan keladigan odamlar uchun buni 440 ming so'mdan hamma narsa komplektini beramiz. Shuni borib, mana shuni yig'adigan bo'lsa, mana shu holat bo'lib chiqadi. Albatta. Albatta, hamma narsasigacha beramiz. Chugunlarigacha bor. Ichiga aynan buni ichiga temirlardan emas, chugun terganmiz. Bu ham qaysidir ma'noda pechkani xavfsizligi ham ko'p muddat ishlashiga sabab bo'ladi, xudo xolasa. Misol uchun o'zi svarchi shunaqangi narsalarni qiladi-yu, optim narxda kerak, shunaqa zakatovka, tezroq ishlash kerak, sezonda pul qilaman deganga mana ustakalarimizga taklif qilamiz, tayyor zakatovka. Akalarimizda o'zlari mana shunday lazerlar bor, shaklini chiqarib, nima deydi, kesadigan, o'zlarida bo'lganligi uchun zakatovkasidan chiqarishib sotishyapti, to'g'rimi? Albatta shunaqa. Gap yo'q. Misol uchun aka, o'rtacha necha kilo rasxod qiladi? Bir 12 soatga necha kilo rasxodi bor bu pechkani? Xo'p, 7-8 kilo atrofida shunaqangi rasxod qiladi. Endi buni masalan o'zimiz imino ustida turib 12 soat yoqib ko'rganimiz yo'qmiz. Endi xalqqa bir aniq ma'lumot aytishimiz kerak. Uning uchun aynan o'sha narsani qilib ko'rgan bo'lganimizda biz hali ikkilanmasdan aytardik. O'rinli bo'lib shu narsani aniq aytilar. Shunaqa. Biz ham qaysidir ma'lumotlarga suyangan holatda buni hozir 7-8 kilo deyapmiz. Lekin bu o'zi aynan ekonom pechkamiz haqiqatan ham masalan unaqangi katta rasxod qilmaydi. Deyarli 12 soatga deyarli hisob kitoblarga tayangan holatda shunaqangi 7-8 kilo rasxod qiladi, xudo xolasa. Tushunarli. Aynan endi buni aynan bu razmerda ozgina kichkinasi ham bor. Biz bu yoqqa olib qo'ygan edik buni. Buni narxini ham bir ko'rsatib qo'ydik. Xalqimga ko'rsatib qo'ysak, agar sal kichikroqlaridan ham olaman deganlar uchun. Hop, bunimiz polniy holati ikkilik variantda, list tayyor bo'lgan, ikkilikda. Razmeri bo'lsa 20 ga 20. Buni 650 ming so'mdan qilib beramiz. Mana shu aynan orqasida o'sha polkalari bilan hamma narsasi komplekt, puldorlarigacha bor. Agar optim olaman deydiganlar uchun bo'lsa, sal kelishtirib yo'lda qilib beramiz, xudo xolasa. 650 ming so'm kichikroq variant. Ham listini qalinligi ikkilik 20 ga 20 dedik. 20 ga 20. 20 ga 20 kichkina variant. Bu katta variant, listi ham qalin. Shuni e'tiborga olib qo'yinglar videoni ko'rayotganda. Boshqa joyda arzon deganlaring o'sha listi yupqa bo'ladi, razmeri kichkina bo'ladi. Xo'p, menimcha ma'lumotlar bo'ldi usta aka. Shunaqangi. Inshaalloh. Xudo xolasa. Dastavkalar so'raldi, narxlari so'raldi, manzillari aytildi, takror ham aytamiz. Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Samandaray qishlog'i. Ekranda mana shu akalarimizning nomeri bo'ladi. Lakasi so'rasangiz, lakasini tashab beradi, kelib ko'rib bemalol savdo qilib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ishlab chiqaruvchi akalarimizning mehnatini qadrlab, mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatulloh ushlasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo.